birga ishlaymiz. Hay. Salom azizlarim, qalaysizlar, tuzimmisizlar? Men Munisa, kanalimga xush kelibsiz. Hozirda men Latviyadaman. Latviya davlatining Riga shaharchasidaman. Bu yerga o'qigani kelganman, o'qish uchun. Men sizlarga Latviyadagi studentlarning hayoti, dars jarayonlari, bu yerdagi hayot qanaqa, darsdan keyin ishga boraman, qanaqa ishda ishlayapman, qanaqa ishni topdim, necha soat ishlay olaman, necha pul topaman, shularni ko'rsatib beraman. Men Latviyada kelganimda minus 20 gradus edi. Hali bizda anaqa daraxtlar gullagani yo'q. Quyosh chiqqani bilan quyosh issig'i yo'q. Mana lampochkaga o'xshab shunday yonib turadi, bo'ldi. Bitta narsa ko'rsataman. Mana shu daraxtlarni gullashini kutyapman. Уже O'zbekistonda hamma joy gullab, barglari to'kilib ham bo'lgan bo'lsa kerak уже. Bugun bu korpusda dars bor. Universitet oldi tomoni. Yonida magazin. Nesik bo'ladi krosan narxi. Bu ichida hech narsasi yo'q. Bu eng arzon narxi. Keyin men buni yeb ko'rganman. Ichida chesnochni anaqa yaxshi mana shu. Lekin hozirga ko'p o'qituvchi yo'q, hamma o'tiribdi endi. Dars qilyapti. See the views of video. Okay. See. I see them. Never believe this. I can't believe. I'm very shy. And I'm always shy. Are you smart? Darsimiz tugadi. Darsdan keyin ozgina aylanib, keyin ishga boraman. Old Town'da aylanamiz. Dars tugadi, darsdan chiqib ozgina Old Town'da aylanamiz, keyin ishga boraman. Eski qadimiy bitta restoran bor ekan dedi. Nomi eslarida yo'q ekan, hozir topamiz. O'sha yerga borib ko'ramiz. Kulyapti. Nimaga kulyapti endi? The chefs say. Mamnun olishga kerak, chetga. Porsche. Tesla. Elektrokar bo'lsa kerak bu.
To'g'ri ketyapmizmi? Hozir bu yoqqa borib to'yga chiqamiz. Ay. Good day deyapti. Nima deyapti? Narxlari yaxshi, restoran oldida narxlar chiqarib qo'yadi mana bunaqa. Menyu narxlari. İstanbulda rosa ko'p mushuklar bor edi. Fevralda kelganimda bu yo'q edi. Yangi qo'yilgan bu shekilli bu. Restoran ekan. Ana odam ham qadimiy odamga o'xshaydi, g'alati. Kiyimlari ham. Ay. Nechinchi yil qurilgan bu restoran endi? Yeri tagida eski ishchilar ham Thank you. Ishdan chiqib ishga keldim. Ish joyim pizzaxonada ishlayman. Hozir ko'rsataman qanaqa pizza qilyapmiz. Pizza keyin kerakli malzamalar. Keyin mana bunaqa xamirlarni mana bu yerda yoyamiz. Xamirlar mana bunaqa keladi. Biz birga ishlaymiz. Hay. Birga ishlaymiz, mana bunaqa pechga qo'yamiz, betdan chiqaramiz. Betda soslar bor. Double pepperoni уже tayyor bo'lib, mana shunaqa qilib chiqib, o'zi chiqadi mana. O'zi chiqadi, keyin buni mana bunaqa korobkaga qo'yib beraman, kesib, tayyor qilib beraman, yopib beraman, bo'ldi, tayyor bu. Mana bitta soslar bor, bu double pepperoni